Feruza esingizda bo'lsa, bu patsientkamiz. Mana крайне отягощенный anamnezli qizimiz. 3 ta поздний выкидыш bo'lgandi. 19-20-21 haftada. Keyin bitta очень ранний преждевременный род 24 haftada bo'lgan. Keyingisi 5-sini kalsioli qo'yib, tikib 27 haftada tug'gandik. Xudoga shukr, shu qo'llarida 27 haftada tug'ganimiz perinatal markazimizda homiladorlikni olib borib, o'sha yerda tug'ib, bolani reanimatsiyada 1 kilo tug'ganlar yaxshi chiqarib berdik. Bu bolalari xudo xolasa 2,5 yosh bo'ldi. Mana bu 6-беременностьda oqdan tayyorgarlik qildik. Tayyorgarlik qilib, kalsioli qo'yib, shu vaqtgacha eson-omonlikda yetib keldik. Mana bu safar 36 hafta yetib bordik asalim. Eson-omon yaxshi tug'ib olish endi bu yog'iga nasib qilsa, tug'ib olganlarida yana aytamiz sizlarga.